Ba'zi tarix kitoblarida turkiylarga islomni qilich bilan yoyilgan yoki turkiylar islomni zulm bilan qabul qilingan deyilgan ma'lumotlar uchraydi. Xo'sh, bu ma'lumotlar qanchalar to'g'ri? Obuna bo'ling, ko'rib chiqamiz. Bu videoda siz qanday qilib turkiylar va arablar birlashib Xitoy qo'shinlarini mag'lub etgani, islomni birinchi bo'lib qabul qilgan turkiy hukmdor kim ekani, ilk islomni rasmiy din deb e'lon qilgan turkiy davlat qaysi ekani va qanday qilib biz islomni majburlashlarsiz qabul qilganimizni bilib olasiz. 8-asrda Markaziy Osiyoda ikki buyuk kuch to'qnashuvi muqarrar bo'lib qoldi. Bir yonda islom bayrog'ini ko'targan Abbosiy xalifaligi, bir yonda esa sharqdagi eng katta davlat Tang sulolasi boshchiligidagi Xitoy edi. Lekin tarix kitoblari bu jangdagi hal qiluvchi nuqtani turkiylar qo'yganini yozadi. Jang paytida Xitoy tomonidan saf tortgan Qarluq turklari jangni eng qizg'in pallasida saflarini o'zgartirib arablar tomonga o'tadilar va Xitoy qo'shinini yengib, Xitoyning Turkistondagi ta'sirini tugatishadi. Bu jangdan keyin turkiylar islom bilan tanisha boshlaydi. Ammo bu hali boshlanishi edi. 10-asrga kelib, Qoraxoniylar sulolasi vakili Abdulkarim So'tuq Bo'roxon islomni yashirincha qabul qiladi. Bunga sabab amaldagi hukmdor, ya'ni uning otasi tangrizmga e'tiqod qilib, islomni dushman deb bilardi. Oradan vaqt o'tib, Abdulkarim So'tuq Bo'roxonning otasi vafot etadi va u taxtga chiqadi. Abdulkarim So'tuq Bo'roxon davlatdagi hamma odamlarni islomga chaqiradi va birinchi islomni rasmiy din deb e'lon qilgan turkiy davlat bu Qoraxoniylar davlati bo'ladi. Oradan vaqt o'tishi bilan nafaqat Qarluqlar, balki juda ko'p turk urug'lari, jumladan Cho'g'lar, Kumanlar, O'g'uzlar birin-ketin islomni qabul qila boshlaydi va bu qavm vakillari ham buyuk islom davlatlarini quradi. Jumladan Saljuqiylar, Usmoniylar, Xorazmshohlar, Temuriylar, Boburiylar kabi davlatlar aynan turkiylar tomonidan qurilgan. Bu davlatlar 16 buyuk turk imperiyasidan bir nechtasi xolos edi. Keyingi videoda 16 buyuk turk imperiyasi haqida video qilishimizni xohlasangiz, kommentariyalarda bu haqida yozishni unutmang.